Hammaga salom bo'ldi. Bugun sizlar bilan biceps chiqarishni 0 dan boshlab ko'rib chiqamiz. Qani, ket. Bolalar, birinchi o'rinda mana shunaqa turnikka kiyib olasizlar. Bemalol mana. Qo'lni teskari qilgan holatda birinchi o'rinda kalta tortamiz. Keyin to'liq tortamiz. Holatda qilasizlar. Davay ketdi ikkinchisi. Kalta mana shunaqa burab ushlab olasizlar. Bemalol mana qo'lni yostiq holatda tortasiz. Agar sizlar turniklaring qancha kichkina bo'lsa, juda yaxshi. Hozir ko'rsatib bera olmayapman, tezroq. Shuning uchun keyingi o'ringa o'tamiz. Keyingi o'rinda ham mana shu bilan ishlaysizlar. Tut lunch. O'zi cleverga otamiz, qo'lni yostiq holatda. To'liq tushib chiqamiz. Shu holatda boshlaymiz. Keyin qo'lni ochgan holatda ham tortamiz. Qo'lni bu tarafga o'tgan holatda tortish nimaga kerak desanglar, orqasini mana bunday qilib bo'lib beradi va normal qilib shunaqa ishlasanglar bo'ladi. Davay ketdik keyingi bosqich. Bu hozir 22 kilolik. Sizlar o'zlaring vesilarga endi boshlayotganlar 10 kilodan, 15 kilodan boshlasa yaxshi bo'ladi. Bu hozir 22 kilolik gantel. Hozir shunda qanaqa to'g'ri sifatda ishlashni ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Qo'lni yopasizlar, bunga ham. Qo'lni yaxshilab yopib olib, mana shunaqa qilib, tirsaklarini mana shu songa tiqaysizlar va ishlatasiz. Buni oxirigacha ko'tarish shart emas. Shuncha bo'ladi. Sekin ko'tarish kerak. Iloji boricha sekin ishlash kerak bunga. Tez ishlasa foydasi yo'q. Keyin qo'lni ochib ko'tarish uchun turib olish kerak. Holatda mana shunaqa ko'tarasizlar. Uncha to'liq shart emas. Keyin to'liq pastga tushish ham shart emas. Qo'lga to'liq pastga tushish bu mana shunaqa yoyib pishirib beradi. Agar kalta ko'tarsanglar, o'rtasini pishirib beradi. Ikkalasining ham foydasi bor. Faqat ikki xil turli. Shuning uchun bitta to'liq, bitta kalta. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, obuna bo'lishni istab chiqmasin.